Assalomu alaykum yurtdoshlar. Sizlarga zo'r dacha topib qo'ydim. Shundoq Bo'stonliq Tovoqsoy postidan o'ngga 2,5 kilometr kirganda o'ng tomonga. Mana zo'r dacha ekan, ukamizniki. Mana bu yerda suvloq turibdi. Mana hovuzlari bor ekan. Tabiiy sharsharalar qo'yibdilar. Mana mashinani ham sotar ekanlar. Camry. Qiziqqanlar bo'lsa aytib buni ham sotib olar ekanlar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana xonadonimiz Bo'stonliq Tovoqsoy o'ngga kirganinglarda. Mana kirib kelaverishimiz. Garaj, mashina qo'yishga, hamma obodonlashtirish ishlari, gullar ekilgan, ambetlariga hovuzlar qilib, ancha-muncha mehnatlar qilibdilar. Baraka topkur. Mana ozgina patologlarda ishi bor, suv og'ib qolgan. Mana xonadonga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu yerda spalnisi, bitta 4/5, yana bitta spalni. Mana bu yerda sanuzel xonasi, mana yana bitta spalnisi bor. 3 ta xona bu yerda. Mana obunachilar, sizlarga shuni yoritib beraylik dedik. Endi bu yoqqa kiramiz. Mana bunaqa suriladigan qilib, zamonaviy qilib, zo'ridan qilib qo'yibdilar akvalarni. Mana holimiz. Mana ayvon hol desa ham bo'ladi. Mana shu yerda oshxona letniy. Bu yerdan tepaga chiqib ketamiz. Ikkinchi qavatimizga. O'zimizni ukamizniki iltimos qildilar, shuni yoritib bering aka deb. Mana ayvoni, bolxona deydimi, masardasi. Mana juda katta ishlar bo'lgan bu yerda. Ancha mehnat bo'lgan. Baraka topkur. Shu sotaman deb qoldilar. O'shanga hozir mana tepadan ko'rinishi dachamizni 15/5 dacha. Basseyn degani, obunachilar, basseyn. Mana bu yerda letniy ayvon qilasizlar. Mana shu yerda o'tirasizlar, xudo xolasa. Mana turetskiy basseyn ekan. Shunaqa rejalar qilib qilgan ekanlar. Mana bog'lari 12 sotuv ekan. 12 sotuv. Mana tepadan bu yoqdan ayvondan xudo joylari bor ekan. Mana bu yerga perilalar qilasizlar, xudo xolasa. Sharsharalar, suv, avvalda suv oqdi. Egasini to'xonimizda mashinalari Camry Republican ham sotilyapti. 2009-yilda holati ko'p. Shunda keldik. Hadovoy motorlari, raketa zo'r ekan. Hop. Endi dala hovli, dacha temaga qaytsak, mashina boshqa tema. Yurtdoshlar, mana masardasidan qaytyapman. Juda ham katta. Mana mashinadan zinadan tushasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar bilan shuni yoritib beray deb harakatdamiz. Qiziqqanlar bo'lsa, egalarni nomerini pastga qo'yib qo'yamiz. Tepada bizning nomerimiz bo'ladi. Mana 12 sotuv ekan. Bu yoqda bog'lari bor. Hamma narsada ekib qo'yganlar. Baraka topsinlar. Mana bu yoqda ham mana uy ko'rinishi akalarim.
akalari bemalol tortinmasdan egalarini nomerini qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib gaplashaverasizlar. Mana orqasi 18 sotuv ekan. Bu zahvat, lekin bularga qarashli ekan. Bularga berilgan hech narsa qurish anaqa bo'lmaydi. Mana yurtdoshlar Chirchiqni suvi mana turibdi. O'shalarga tapchallab qo'yib, xudo xolisa, lekin qolgan odam maza qiladi. Egasi ham zo'r bola. Aloqaga chiqib gaplashaverasizlar, o'tirib, qo'yinglar. Shoyi ustida narxlarni kelishib olasizlar. Mana bog' yaratganlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Yosh bo'lsalar ham shunaqa orzu havasli bola ekanlar. Gap yo'q, lekin qoyil qoldim. Mana yurtdoshlar, suv 10 metrda suv oqib turibdi. Chirchiqning suvi mana 18 sotuv sizga qarashli yer. Mana o'rab qo'yibdilar, fundamentlar qilib. Mol hol boqsiz bo'ladi. Xo'sh, foydalansangiz bo'ladi-da. Boqsiz bo'ladi. O'zi boqib qo'yibdilar. Bu narsalar ekib, xudo xolasa ham daraxtlar katta bo'lib ketadi. Soya joy bo'ladi bu. Qo'ldan kelgancha sizlarga yordam beryapmiz. Oyog'i tegi sal shunaqa. Shuni sizlarga yordam beraylik dedik. Mana yana bir mana bu hatto qo'shnini territoriyasi setkadan ajratib qo'yilgan. Bu yoq ham mana dushiga kirib qo'yganlar. Hop. Mana endi bu yoqda sanuzel foydalanishga hovlida sanuzel xonasi. Hop. Mana oshxona bu. Akalarim salomat bo'linglar. Mana letning oshxonasi. Hamma narsasi qoladi. Yozib qo'yamiz. Egalari shu yerdalar. Iltimos qiluvdilar. Kelib yordam beryapmiz. Hozir dacha sezon. Olib qolinglar, aloqaga chiqinglar. Salomat bo'linglar.